Assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun Vue.js'da nima ekanligini va unchadagi fayllar nima vazifa bajarishini qisqa ravishda ko'rib chiqamiz. Bu albatta bugun ko'p yozmaymiz va qisqacha tahlil qilamiz. Qanday Hop, bu Google'dan olingan ma'lumotlar, ya'ni qisqagina ma'lumot. Vue.js o'zi nima? Vue.js bu JavaScript framework, ya'ni web saytlarni veb-sayt va web ilovalar single page application yaratish uchun ishlatiladi. Index.js nima? Bu odatda asosiy JavaScript fayl hisoblanadi. Index.js dasturning boshlanish nuqtasi. Index.html nima unda? Index.html bu web saytning asosiy bosh sahifasi. Public nima? Public bu loyihadagi ochiq, hamma ko'ra oladigan papka. Source nima? Source bu loyihaning asosiy kodlar joylashadigan papka bo'ladi. Main.js bu Vue loyihasi asosiy boshlang'ich fayl, ya'ni ilova shu fayldan ishga tushadi. Main.js Vue ilovasining yuragi. UI ya'ni user interface, o'zbek tilida foydalanuvchi interfays deb ataladi. Single page application nima? Single page application bu foydalanuvchi bilan o'zi aloqada bo'lganda butun sahifani qayta yuklamasdan faqat kerakli ma'lumotlarni dinamik ravishda yangilaydigan web ilova turidir. Hop, AppView nima? Bu Vue.js ilovasining asosiy ildiz komponenti. U butun ilova uchun boshlang'ich nuqta bo'lib xizmat qiladi va qolgan barcha komponentlarni o'z ichiga oladi. AppView bilan ishlashda assets aktivlar papkasi bu loyiha hangizda foydalaniladigan statik fayllarni saqlash uchun mo'ljallangan joy. Views papkasi bu ilovaning asosiy sahifalarni saqlash uchun ishlatiladigan joy. Xullas, shu bugungi qisqacha mavzumiz shu. Vue.js'da fayllari, Vue.js nima, shu haqida savolga javob bo'lish uchun qisqagina qilingan video darslik bo'ldi. Albatta, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring va like, podpiskaga bosib qo'yishni unutmang. Hammaga kattakon rahmat. Sizlar bilan Orbek Orifjonov.